Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar, do'stlarim, yaqinlarim, men tanigan, tanimagan do'stlarim. Prezidentimiz prezidentimga hisobot beraman. Prezidentimiz yig'ilishda aytib, tadbirkorlar to'g'risida gapirgan gaplari menga ma'qul tushdi. Mahallaga huquq berib, mahallani haligi yig'ayotganlarini ko'rib, juda ham xursand bo'ldim. Prezidentimizning gaplari boshqa-da, ularni ijro qiladiganlar boshqa. Sababini hech shunga tushunmayman. O'ylaymanki, anaqa prezidentimiz mana pulni ajratib beradilar, tadbirkorlarni rivojlantirishga harakatlar qiladilar, hamma yo'llarni obod qiladilar. Birortasini o'zlari bilan hech qaysini olib ketmaydilar deb o'ylayman. Qarang. Men bu yerga kelganimga 4 yil bo'ldi. 4 yilda anaqa Qibray tumanini hokimni 2 marta chaqirib keldim. Bu yerga. Bu yerda yig'ilish o'tkazdi, boshqa qildi. Men bu yerda yo'l harakatini anaqasi bilan mana shu ikkita daraxt. Shu ikkita daraxtni oldirish uchun men anaqa aytdiki, yo'lga qaraydigan Nuriddin degan yigit bor, shunga aytsang shu daraxt oldirib beradi dedi. Mana shu daraxtni. Buni olishimning sababi men bu yerga avtobus to'xtaganda, aniga men bu yerdan tez yurganda ikkinchi odam nari o'tirib bir-biridan o'tolmaydi afg'on qilib. Shuning uchun avtobus mana chetda o'tirsan, men bu yerdan chiqib ketsan deb men bu yerda oldin men bu yerda edi, men bu Astonovka beta, Astonovkani bu yoqqa oldimda. Keyin men buni oldirsak, avtobus bu yoqqa kiradi, bu yerdan chiqib ketadi degan umidda shuni chiqardim. Sharoiti bo'ladi. Juda bu chiroyli. Bu yerda dillinamerlar yuradi, uzun katta. Bu yerda magazin bor, mana bu yerda magazin qurilgan, ko'p joylari ishlamaydi, lekin ishlatsa bo'ladi. Qarang, bunda o'tirib, men bitlarni hammasini obod qildim. Men bundoq qarang. Men bunda o'tirganda hammasi ko'rinib turadi. Avtobus kelyapti, nari yoqda. Men bu kishi daraxt hech narsa rol o'ynamaydi bu. Keyin men bu yerga daraxt ekdim, bu daraxtlar bor edi. Men bu ikkita daraxt, uchta daraxt, nari yoqda ham daraxt ekib qo'ydim, ekdim. Ba'zi birlari ko'kardi, ba'zi bir ko'karmadi. Endi bu yerdan hozir Astonovkadan tushgandan keyin mana bu yo'l bor. Mana bu yerdan. Mana bu yo'l yo'q. Mana bu yerga politsiyasini osib qo'yadi. Men bu sartaroshxona qilaman dedim. Mana. Men bu yerga obuv remont qiladigan joy qilaman dedim. Obuv anaqam bor edi, o'tiradigan. Men masjidga shu o'tirib, masjidda men bu tarafga ko'shkasini qo'yib, men bu yerda meni Astonovka bu yerda obuv remont qiladigan joy qilib berdim. Men shu haligi shu sartaroshxona. Men bu yerdan men bu yoqqa bundoq chiroyli muz qilib, nariyoqqa ham muz qilib, o'zi yasaman muz qilib, dekorativniy apteka qilamiz dedim. Men bu yerga o'zimga kichkinagina bir ustaxona quraman deb niyat qildim, mashinam turgan joyda. Xullas, bularni qilib bo'lgandan keyin bu anaqa shu 1 yildan oshdida, keyin aytishdiki, Yandeksga chiqsang bir kuniga 1 million pul topasan dedi. Voy dedim men. Yo'q aytsam, shunaqa dedi. Keyin Yandeksga chiqib ketdim. Yandeksga 2 yil pul to'ladim. O'zim pul yig'a olmadim. Yig'ishga harakat qilib hech bir narsani eplolmadim. Men shu joylarni obod qildim, bundoq qilib chiroyli joylar qildim. Assalomu alaykum. Все хорошо. Men oldin mana shuni o'zi yo'l edi. Men bu yerda bu anaqa ko'kdan bu yog'iga bundoq tepaga ko'tarilgan joy edi. Men bularga ham turpoqlarini olib, men bu yerda hali mana bunaqa daraxt ildizi bor edi, ildizini oldirib, ko'karmaydigan qilib, uni kovlatib, mana shunaqa qilib, mana shu joy qildim. Chiroyli joy qildim. Prezidentimiz qilgan ishlarini men ham qilishga harakat qilaman. Harakatda barakat bor, harakatda xursandchilik bor, harakatda ko'p narsada endi.
Endi men bu yog'iga mundoq qilib mana ben bittan mundoq qilib oxirigacha daraxt ekish niyatim bor. Bu ishlarni hammasini qilaman. Bizda rettigilar ham mehnat qilishadi, lekin mehnat qilgani bilan bularga pul berishmaydi, ruxsat berishmaydi, nima qilishini bilmaydi prezidentim. Bular ham tadbirkor. Mana shu yerda chiroyli joy qilaman dedi. Men yo'llarni to'g'rilayman, men ishlagan deyapman. Prezidentim mana. Men shu insonni to'g'risini aytaman, o'zi gap chiqib qoldi-da. Mana shu yigitlar hammasi prezidentim mehnat qilishga rozi. Siz anaqa qilgan ishlarni men qilaman, mana chiroyli joylar qilib beryapman, boshqa qilyapman. Men o'zimniki deyotganim yo'q-ku. Meniki bo'lsin, xususiy bo'lsin deyotganim yo'q-ku. Tadbirkorlaringiz juda ham ko'p. Hamma mehnat qilishni xohlaydi, bitta emas. Siz aytdingizki, tadbirkorlarni qo'llab. Endi ana inspektorlar to'g'risida gapiramiz. Inspektorlar kelib noqonuniy qilding, noqonuniy ishlading, noqonuniy obod qilding deb aytadi. Haligi kimgadir kerak bo'lsa shunga olib beradi shu joylarni. Voy, noqonuniy demasin, pulini to'lasin. Men daraxt uzumlarni ekkanlarimmi, gullarni ekkanlarimmi, mana qator qilib chiroyli joylar qilganlarimmi, pulini to'lasin-da, keyin boshqa odam olsin. Buni hech anaqasi yo'q. Mana shunaqa deb o'ylayman prezidentim. Endi haligi inspektorlaringizga aytdilyapsiz. Ular haligi yolg'on gapiryapti. Ular jinoyatni fosh qildim demasin. Shuncha anaqaga aholiga yordam berdim. Propiskasi yo'q ekan, propiskasini qildirdim. Qiynalgan ekan, qiynalganini aniqladik. Unga yordam berdik. Anaqa mana tadbirkorlarga mana bunaqa joylar qildirishga ana ruxsatnomalarni olib berdim. Tadbirkor anaqaga mahallaga bersin arizasini. U nima xohlasa anaqaga bersin. Mahallaga bersin, mahalla xalqisi. Shuni aytaman xolos. Siz to'g'ri yo'l ko'rsatasiz. Foizli kreditlar ajratasiz. Imtiyozli kreditlar ajratasiz. Odamlarga yordam berishga harakat qilasiz. Odamlarga yordam bergin deysiz. Sizni dushmanlaringiz aksini qilishadi. Ana endi mana ishga tushibsiz, mana bundan buyog'iga yana yaxshi bo'lsa kerak. Faqat mahallani huquqini ayting. Mahalla hal qiladigan qilib, shu to'rtta sizga o'sha mahallaga yordam beradiganlar hammasi yordam bersin. U inspektor jazolamasin. Kimga qanaqa yordam berish to'g'risida o'ylasin. Keyin hisobot bersin mana. Men shuncha mana shu bir haftada, bir oyda shuncha odamga yordam berdim. Shuncha odamga tadbirkorlikni rivojlantirishda qanaqa to'g'ri yo'lni ko'rsatdim desam. Shunaqa. Ro'za Ramazon kuni hammamizga qutlug' kelsin. Hammamiz yaxshi hayot kechiraylik. Mana kecha menga aytdiki, amaki 4 soatga boraman, undan kamiga bormayman. 300 ming so'mdan turist dedi. 250 mingdan beraman. Ba'li o'sha 4 soat bo'lsa 4 soat pulini beraman. 1 millionmi? Beraman 1 million dedim. Endi shu pulni topib, men shu ko'chaga xarajat qilsam, shu men shu qilgan xarajatim menga bir narsa, men chiroyini ko'raman. Mehnat qilsam rohatini. Mana men bitta qarang. Men intihon qilaman desam, hech to'g'ri qila olmayman. Biz tunda anaqa qilib, siz qilgandagi do'ng qilib, mana ko'mka qilib tepasiga archa ekaman. O'shadan oxirigacha. Sababi men bu musurkadan shamol bo'lib hamma yoq iflos bo'lib ketyapti piyola. Shamolda. Shuning uchun uni oldini olish uchun, keyin aniq hidlari sal kamroq kelish uchun shu narsani qilish niyatlarim bor. Qanaqa qilish bilmasdan shu narsani qilaman. Chiqqanimda chiroyli joy bo'lsa, bolalar o'ynasa, boshqa qilsa, agar siz mahallaga pul bersangiz, mahalla mana musurkani ko'chirib bersin, boshqa joyga. Joylar ko'p. Juda ham joy. Bolalarga joy qilaylik, o'ynaydigan joy qilaylik.
chiroyli. Xuddi mana bu bizada mana detskiy plashatka qilib qo'yibdi, bolalar o'ynashadi. Musorkani yonida bechoralar kasal bo'ladi. Qishida, pashshadan kasal bo'lishadi. Bu yerga aholi yasayotgan aholi juda ham qiynalishadi. Shaharda endi joy yo'q, o'ynaydigan joy ham, boshqa joy ham qolmadi. Hatto bu yerda bo'lsin. Ana nariyonni qarang, hammasi anaqa, boshqa uchasi anaqasi yotoqxonalar mana. Mana bunisi dom kultura. Dom kultura. Bu yerda bolalar qatnashishi kerak, hech kim kelmaydi, qatnamaydi. Chunki hamma yoqda mustorka bor. Bir-biriga anaqa qilsin-da, anaqa soответствие qilish kerakmi? Shunaqa deydimi? Mana shunaqa narsalar qilish kerak. Mana bu yerda apteka bo'lsa, mana bu anaqa dorixonalar bo'lsa, mana bu kiradigan, mana bu tarafdan yuradigan yo'l, nariyozdan yuradigan yo'l. Hamma sharoit qilish kerak ular uchun. Shaharda qancha joylarni obod qildim. Qancha turli joylar qurdim. Birinchi prezidentimizga mehnat qildim. 12-trestda aniga ishladim. Botir Zokirov qo'lida. Subhadratlarlik ishlarni qildim. O'zim ganchkorman, o'ymakorman. Yog'och o'ymakorman. Pekin pedagogik instituti bitirib o'qituvchi bo'ldim. Soyuzda butun umr ishladim, mehnat qildim. Faqat rohat oldim, xolos. Mehnat qilgan har doim rohat oladi. Shu mehnat qilishiga imkon yaratib bering, bo'ldi, tadbirkoringizga o'zingiz hal qiladi. Mahalla yer bersin, joy bersin, ishlatsin. Faqat yer davlatniki bo'lib qolaversin. O'zgartirish bo'ladigan bo'lsa, mehnat pulini bersin, bo'ldi, nima? Uni anaqa qilgan xarajatini berish. Hozir bizda hamma joy shunaqa-ku. O'yini bitsa, o'yini pulini beradi. Boshqa joyni qilsa, pulini beradi. Faqat hokim zo'ravonlik qiladi, noqonuniy deb aytadi. Nimaga noqonuniy? Mehnat qilib qo'yibdi, mehnat pulini bergin, bo'ldi. Menga qarzlari borlar ko'p, juda ham. Siz qaror chiqarib bersangiz, g'iybat, tuhmatga qaror chiqarib bersangiz, men pullarim olsam, shu yerda obod qilishga pulimiz mana shunday yetadi. Men joyim moli 200 ming pul beraman dedi. Men rozi bo'ldim. 200 ming puliga aldashdi. Jo'dum boylik, jabr boylik sababi aniga bizani korxonamizda ko'p odam ishladi, juda ham ko'p. Pilar ham ishladi. Haligi taqir tuxurli ko'p bo'ldi. Baseyn ishladi, shovqin-suronlar ko'p bo'ldi. Ularni tinchi buzildi. Ular keyin aytdi, mana shunaqa tinchim buzilyapti deb. Men sotmayman dedim, keyin organ orqali anaqa hujjatni soxtalashtirgan, Kozim To'laganovga pora bergan deb meni aybdor qilishdi. Men tushunmay qoldim, nimaga qanaqa qilaman, pora beraman ularga. Keyin ular menga aytishdiki, amaki, sizni men ishlaringizni hammasini yopib olsa, meni xursand qilasizmi desa, tergovchi, "Yo'q, xursand qilmayman, bo'ldi, gap yo'q. Nima sen shuni beraman" dedim. Ana ko'rdingizmi, o'shanda ham bergansiz Kozim To'laganovga. Sizga tekinga 35 tuta yer berdimi dedi. Voh deyman. O'zisi bu desa bu aybdor qilaman desa birpasda aybdor qilar ekan. Keyin 200 mingga rozi bo'ldim. Mayli, bering 200 ming dollar dedim. Ben bitta Nexus olib berishdi. Chiroyli salondan olib berishdi. Men bu olib berishdi birinchi etajda. O'g'limga yer berdi, olib so'tdi. Xullas, yana bitta uy ham berishdi. Biz 2 xonali uyda turardik. Hech boshqa joyda. Zo'dimboy hammamizni xonavayron qilib tashladi, Xiyoba mahallasidagi. Chunki o'zini tinchini o'yladi u ham. Ham to'g'ri qildi, hamma to'g'ri qildi. Noto'g'ri qilgani o'zi yo'q. Endi bilmay qoldim men shunchalik ahvolga tushib ketishimni. Ya ko'payib ketib qoldi-da, o'zi azginti haligi yo'llara biza mana shu korxonamni yopishini o'zini so'radi, bir tanlasa yerimni olib qo'ya qolishdi. Mana shunaqa bo'ldi endi. Ben nima deyman endi? Shu hech kim o'lmaydi, hech kim aniq och qolmaydi. Har doim bir narsa qiladi. Mehnat qilgan rohat olaveradi. Mehnat qilmagan rohat olmaydi. Hammanglar mehnat qilinglar, mehnatdan rohat olinglar. Mahallaga chiqinglar, mahalla sizlarning ishinglarni hal qilib bersin. Kim nochor,
kim pulga muhtoj, hammasini mahalla hal qiladi. Prezidentimizniki tadbirkor mahallaga borsin, arizasini yozsin, menga joy bersin, u bersin, yer bersin, o'sha men oilamni boqaman deb shunaqa chiqsin. U anaqa inspektorlar jinoyat qidirmasin, yordam berganiga hisobot bersin. Prezidenti har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Judayam yaxshi qilgan savobli ishlaringizni hammasini ko'raman. Sizga o'xshayman deb yana harakat qilaman. Mana shu joylarni to'g'rilayman. Bu yerda hamma tinch hayot kechirishini xohlayman. Chiroyli o'ynashini, bolalari sog'lom bo'lishini xohlayman. Unga yordam bering. Xo'p, xayr prezidentim, sizni yaxshi ko'raman. Siz quvvatsiz, beryapsiz, harakat qilyapsiz. Lekin anaqa yordamchilaringizga anaqa yordam bermayapti. Ular pulingizni olyapti xolos. Mana shunaqa. Ro'za Ramazon keyin hammamizga qutlu kelsin. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ro'za Ramazon oyi hammamizga qutlu kelsin. Xo'p, aka, xo'p, xayr.